Assalomu alaykum. 26-yanvar 1-fevral haftaligida bo'lib o'tgan biznes va marketingga oid yangiliklar bilan bo'lish vaqti keldi. Va ushbu dayjestimizni boshlaymiz. Birinchi yangiligimiz O'zbekistonda Click kompaniyasi o'zining sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan yordamchisini e'lon qildi. Ya'ni uning nomi Cleo AI deb nomlanadi va ushbu sun'iy intellekt asoslangan yordamchi sizga Click ekotizimi ichida kommunal to'lovlarni amalga oshirishga, qandaydir Clickning xizmatlaridan foydalanish uchun ko'mak beradigan bir yangi assistent hisoblanadi. Umuman olganda biznesning sun'iy intellektga qarab ketayotganligi bu bugungi kundagi eng katta trendlardan bittasi va bozordagi yirik o'yinchi Click ham shu yo'nalishda o'zini birinchi mahsulotini joriy qildi bozorga. 2025-yil davomida O'zbekistonda soliq to'lagan xorijiy IT kompaniyalarning o'sha ro'yxati doimiy ravishda e'lon qilib boriladi va yana bir marta ushbu ro'yxat e'lon qilindi. Bu ushbu ro'yxatda ko'rishimiz mumkin. Apple kompaniyasi 49,5 milliard so'm, Meta 49 milliard, Google 49 milliard soliq to'laganligini O'zbekistonda va o'zi o'tgan yil monetizatsiyasini boshlagan OpenAI ham, ya'ni o'sha barchamiz bilgan ChatGPT ni ishlab chiqaruvchisi ham O'zbekistonda 11 milliarddan oshiq soliq to'lagan. Bu narsani e'tiborli tarafi shundan iboratki, bu soliqlarning deyarli barchasi bu aynan reklama xizmatlari uchun. Chunki ushbu kompaniyalar O'zbekistonda asosan reklama faoliyatini amalga oshirishadi va ushbu soliqlar bu o'sha reklama faoliyatidan to'langan soliqlar hisoblanadi. Tesla kompaniyasining rahbari Elon Musk o'zining o'sha direktorlar kengashi bilan bo'lgan suhbatda Tesla kompaniyasi Model S va Model X ni vaqtinchalik ishlab chiqarishni to'xtatganligini va o'zining kompaniya faoliyatining asosiy fokusini Optimus aqlli robotlariga qaratishni e'lon qildi. Sababi aynan o'sha Teslaning asosiy faoliyatini ushbu robotlarni ishlab chiqarishga qaratmoqchi va Kaliforniyadagi zavodni ham shunga moslashtirishmoqchi. Balkim Teslaning ushbu ikkita modeli keyinchalik umuman ishlab chiqarilmas degan gaplar ham tarqalgan ommaviy axborot vositalarida. Bu ham aynan o'sha Tesla kompaniyasining fokusi avtomobil ishlab chiqarishdan ko'ra ko'proq mana shu boshqa yo'nalishlarga qaratilayotganligidan bir dalolat. Humans kompaniyasining sudlar bilan bo'lib o'tayotgan voqealari davom etyapti. Mana endi Humans kompaniyasi O'zbekiston hukumatini O'zbekistondagi biznesga yetkazilgan zarari uchun xalqaro sudga berdi va o'sha Humans kompaniyasining ma'lum qilishicha, o'sha O'zbekistondagi bir nechta davlat tashkilotlari Humans kompaniyasining biznesiga zarar keltirgan va biznes qilishga to'sqinlik qilgan degan vaj bilan sudga berdi. Bu birinchi sudi emas. Humans kompaniyasining O'zbekistonga qarshi e'lon qilgan sudi. Odatda bunaqa sudlar juda ham uzoq davom etadi. Oxirida nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Anor Bank O'zbekistonda yuridik shaxslar uchun islom moliyasiga asoslangan murobaha shartnomasi va shunga o'xshagan boshqa shar'iy shartnomalar asosida kredit berishni yo'lga qo'yganligini e'lon qildi. Ushbu yangilik o'sha Anor Bankning reklama kanallarida e'lon qilindi. Bu menimcha O'zbekistonda biznes yuritayotgan va shariy asosida biznes yuritishni niyat qilganlar, ya'ni shariy asosida banklar bilan munosabat qilishni niyat qilayotganlar uchun juda ham yaxshi imkoniyat. Ya'ni Anor Bankdan endi shariy qoidalar asosida biznes uchun kredit olish imkoniyati paydo bo'ldi. 26-yanvar 2-fevral haftaligida bo'lib o'tgan biznes olamidagi asosiy yangiliklar shulardan iborat. Kanalimizda chiqayotgan yangiliklarni vaqtida ko'rib borish uchun obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Agar berayotgan yangiliklarimiz yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini ham bosib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat.